Men salomimizda sizlar bilan Ma'ruf. Bugungi videomizga biz qishloq quramiz. Qanaqasiga desanglar, shunday oddiy shunaqa uylar qurib qishloq qilamiz. Birinchi men kompot uyini quraman. Faqat yo'q, men kompot uyini qurishni bilmayman ko'pincha. Boshqa o'zimcha uy quraman. Men dahshat uylar qurish bilaman, qishlog'imizga mos kelaman. Mana shunday qishloqdan mana shunday qilib qurib olaman. Mana bunday cho'zish kerak. Bunaqasiga bu yetadi bizga shuncha uzunligi bo'lachilar. Buyimizda bunday qilib uzunligi yetadi. O'zgamni video chiqib qolibdi. Shu video chiqarmaganimga oldin kun video chiqarmay bir kun video chiqarardim. Endi bunday qilmayapman. Bittalik derazalar qo'yamiz. Bunday qilib endi yaxshi. Bunaqasi ikkita bo'ladi qo'ysak. Bunday qilib obunachilar mana bunday qilamiz. Lekin bunday qilsak bittalik bo'lib qoladi. Bunday qilsak bo'ladi. Bir minut bo'ldi. Endi biz shuncha tirzani joyini qildim. Qilsak bo'ladi. Endi bunday qilib ovacha aksirvardim. Shunaqa siraman bilsanglar obunachilar. Oqsashim boshqachaman. Bu daraxt bo'ladi bittasi. Daraxt topish kerak endi. Chizib desam oddiy daraxt kerak bizga. Bunday qilsak bo'ladi. Bunday qilib qishloq qurish videosi ajoyib chiqadi obunachilar. Shuni men qurishni boshlayapman. Qishloq qurish videosini chiqaraman. Ajoyibgina video chiqarish. Bunday qilib qilsak yaxshi. Bunday bunday qilsak obunachilar yaxshi. Bunday turadi. Keyin bitta bilan qilamiz. Turadi. Yaxshi chiqyapti. Mana shunday endi o'rtasida eshik qo'yamiz. Ana eshik bizning uyimizga mos. Men qurishni zo'r bilaman. Mana men ko'zinglar chiroyli chiqibmi? Dahshat quraman. Derazalari bor. Obunachilar derazalarni qo'yib mana bunday qilib qishloq quraman. Faqat kompotni qurishni bilmayman. Kompotni qanday bo'ladi? Kommentga yozinglar. Sizlar ham qurib ko'rganmisizlar? Ko'rganmisizlar kompotni? Sizlar ham men quramayman. Qurishni bilmayman. Faqat oddiy uy qurishni bilaman. Men hozir oddiy uy quryapman. Mana 6 ta qilib qo'yaylik. Elektrizar bo'lmayapti. Ikkita deraza. Endi uyda domini yo'qmaslik kerak. Oldin bunday qilib bunday qilish kerak. Tepasiga qo'yamiz. Keyin bunday qilib obunachilar mana fakellar qo'yib chiqamiz. Bitta tomoni qo'yamiz. Yangiz chiroyli chiqar ekan. Shunday. Bu ham ko'p qism bor. Shunday qilib o'shancha videolarning qismini chiqaraverib qishloq quraman. Mana qishloq qurish. Keyin sizlar ham o'rganib olasizlar. Bu yangi boshqacha qishloq. Bu kimning qishloqligini aytaymi? Bu artefaktning qishlog'i bo'ladi ko'proq. Artefaktni uyga o'xshamayapti. Qishloqning uyga o'xshayapti. Artefakt qishloqning ismini bilasizlar. Qishloqqa
turibsizlar. Men endi ko'rganman uni videolarini, sizlar ko'rganmisizlar? Ko'rgan bo'lsanglar like bosinglar, ko'rmagan bo'lsanglar kommentga yozinglar. Ko'rmaganman deb yozinglar, ko'rgan bo'lsanglar ko'rganman deb yozinglar. Mana pechka bilan verstak kerak menga. Endi men to'g'riga yozimda bunday qilsak zo'r chiqadi. Endi tomini napoya qilish kerak. Ag'borotlar ham qilaman. Tomini to'shda. Keyingi bunachalar boshqacha to'g'rishini boshqacha to'shlantirib quraman. Sonra oddisini qilib uyda 5 minutlik video bo'ldi, уже bitta uy quraman deganimga. Qiyin bo'ladi meni uy qurishim, bunacha qiyin uy quraman. Ko'p vaqt ketadi uy qurishim. Mana bunday qilsak o'xshaydi. Mana bunday qilsak bo'ladi, bunacha dahshat. Endi zapoyalar. Biz oddiy mana bunaqasini qo'yamiz, chunki men bo'yimiz yomon hisoblanchilar. Mana shunday qilib, ko'modagida bo'lib ketyapti. Tezroq qilish kerak, tezroq. Men pauza qilayman, tezroq qilish kerak shuni. Sen pauza qilmasa tezroq qilish kerak. Mana shunday. Xato qo'yib yuboryapman. Vaqtim cheklanyapti. Ovozda qo'yilmayapti. Böyle yaxshi. Mana xato qo'yilib ketdi. Yaxshi. Mana shunday desam chappa qo'yilibdi. Mana shuna 7 minutda bo'ldi dash kerak уже. Mana qishloq qurishda ko'p vaqtim ketadi. 7 minutdan keyin ham tugaydi video. Shuni hal tushunmaslik kerak. Asosda qaraveray, necha minutlik bo'lsa ham zo'rida chiqar-ku. Shuni yana 15 minutlik bo'lib qolmasin, ko'tarmaydi videoni. Mana chilaman. Endi qilsak zo'r chiqyapti. Mana shunday dahshat uy quraman, tez qurish kerak. Bitta taraflar tez qurish kerak bo'lsa o'ylab qolaman. Tez. Xolam tez qurib qo'yiblar. Sizlarga bitta gapni aytolmayman, aytsam son video olmaysan deysizlar. Shuni tez qurish kerak. Ma bo'ldi. Obunachilar chotki uy chiqdimi qaranglar. Men xayr do'stlar bilan lorit bo'ldim.